Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 29-yanvardan 5-fevralga qadar ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi ob-havo yangiliklari va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Qaysi hududlarda qor yog'adi, qaysi hududlarda izg'irin sovuq bo'ladi. Bularning barchasini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-4 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 29-yanvarda 8-13 daraja sovuq bo'ladi. 30-yanvar 5-fevralda 3 daraja sovuq. Kunduzi 29-yanvarda 0,5 daraja sovuq bo'ladi. 30-yanvar 4-fevralda 6-11 daraja iliqqacha ko'tariladi. 5-fevralda 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-30-yanvarda va 2-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 31-yanvar 1-fevralda va 3-5-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 29-30-yanvarda 0,5 daraja sovuq bo'ladi. 31-yanvar 5-fevralda 4-9 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 29-yanvarda -3 daraja, 30-yanvar 4-fevralda 11-16 daraja iliqqacha ko'tariladi. 5-fevralda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-yanvarda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 30-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 31-yanvar 5-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 29-30-yanvarda 0,5 daraja sovuq. 31-5-fevralda asta-sekin 4-9 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 29-yanvarda -3 daraja. 30-yanvar 4-fevralda 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. 5-fevralda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-30-yanvarda va 3-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 31-yanvar 2-fevralda va 4-5-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 29-30-yanvarda -2 daraja sovuq. 31-yanvar 5-fevralda 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 29-yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 30-yanvar 4-fevralda 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. 5-fevralda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-yanvarda ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. 30-yanvar 2-fevralda va 5-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-4-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 29-30-yanvarda 0,5 daraja sovuq bo'ladi. 31-yanvar 5-fevralda 0,5 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kunduzi 29-yanvarda -3 daraja iliq bo'ladi. 30-yanvar 5-fevralda 8-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 29-30-yanvarda qor ko'chish xavfi bor. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 29-30-yanvarda 5-10 daraja sovuq. 31-yanvar 5-fevralda 3 daraja. 29-yanvarda 2-7 daraja sovuq. 30-yanvar 5-fevralda asta-sekin 3-8 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.